Kuzatuvchilar, sizlarga aynan bahorgi faslimizga cho'tka assortiment olib kelib qo'ydik. Kiyimlarimiz, oyoq kiyimlarimiz, aytishki, kepka hammasidan mavjud do'stlar. Mana как положено bunday ko'rsatib boraveramiz. Video davomida обязательно ko'rib, like bosib, fikrimizni bildirib qo'yamiz. Kamron akam o'zi narxlari bilan cho'tka tushuntirib chiqadi. Assalomu alaykum Kamron aka. Hali endi akamiz uylanmagan, shundan videoga chiqishni xohlamayapti. Aytaverasiz aka, narx-navolar, bu oyoq kiyimlarimiz qanchadan bo'lyapti? Xullas, bu oyoq kiyimimiz qancha aka? 400 ming. 400 ming so'm, usti naturalniy koja va eko koja aralashgan bo'ladi. 46-razmerdan qolgan. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati bepul. Telegramni bunaqasiga aylantirib, bunaqasiga aylantirib qo'yganmiz. Ekrandagi nomerlarga va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz. 24 ga 7 telefon qilaverasizlar. Bu modelimiz qancha aka? 450 ming. 450 ming. Bunimiz narxi qancha aka? 450 ming. 450 ming so'm naturalniy koja bo'ladi do'stlar. Past rezina, o'rtasi poliuretan bo'ladi. Telegram kanalimizda batafsil oldidan ham, orqasidan ham, pastdan ham, tashqarisidan ham cho'tka qilib rasmiy olib qo'yganmiz. Ekrandagi Telegram kanalga o'tib, gruppaga o'tib, obuna bo'lib kuzatib, O'zbekiston bo'ylab bepul dastavka xizmatiga ega bo'lishingiz mumkin. Bunimizning narxi qancha aka? 250 ming. 250 ming so'm. Bunda yuzimni ko'rsatsam, endi yuzim qanday? Sizlarga yoqadimi, yoqmaydi? Fikrlaringizni bildirib qoldiringizlar. Mana shunday qilib ko'rsatsam, endi ishonchlaringiz nima desam, ko'proq bo'lib, meni nazarimda layklarni ham ko'proq bossalaringiz kerak. Ikrom aka, yaxshi ko'rinyapmanmi? Cho'tka. Gap bo'lishi mumkin emas. Bunimiz narxi qancha? 400 ming. 400 ming so'm, naturalniy koja bo'ladi do'stlar. 45-razmeri qolgan, to'g'rimi? 45 qolgan. Bunaqa modelimiz ham bor nalichida do'stlar. 41 bilan 44 bor, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Bunimizning narxi 450 ming so'mmi qancha? 450 ming. 450 ming so'm. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati mutlaqo bepul. Keyin bunaqa modelimiz ham bor do'stlar. Bunimizning narxi 500 ming so'm. Buni nega 500 ming so'm dedi desam, Kamron akam, tagi xullas rezinkasi qo'yilgan ekan. Nima qilib kiysalaringiz ham, kaptok tepsalaringiz ham, temir kaptok tepsalaringiz ham birinchi o'rinda oyoqlaringizga ham, oyoq kiyimga ham hech narsa qilmas ekan. Nechinchi razmeri? 45-razmeri qolganmi bundan aka? Yo'q, 42 bilan 44 qolgan. Bo'ldi, 42 bilan 44 bor. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati mutlaqo bepul. Kamron akani o'zi taxlab qo'yaman deyapti. Chiqisi yo'q endi, mayli do'stlar. Ming bor uzr avvalambor Kamron aka. Bemalol. Bunimizning narxi qancha? 400 ming. 400 ming so'm. Razmeri nechidan nechigacha qolgan? Bundan ham 44 qolgan. 44 qolgan. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz bepul. Bunaqasiga qilib, обязательно Telegram gruppamizda ko'rsatib qo'yganmiz. Bemalol ko'rib, netib, anaqa qilsalaringiz bo'ladi do'stlar. Bunimizning narxi qancha aka? 450 ming. 450 ming so'm. Razmerlari 43-45. 43-45. Bunimiz narxi qancha? 450 42 qolgan. 450 ming so'm, 42-razmer qolgan. Bunimiz narxi qancha? Bu ham bir xil. Bir xil ekan. 450 ming so'm, razmeri 41, 43, 44, 45. Xullas do'stlar, bunimiz suv o'tkazmaydigan model hisoblanadi. Avvalambor balchiqda 2 soat tursalaringiz o'tib ketish ehtimoli juda ham katta, atak yomg'ir, qorga chidamli. To'g'rimi Kamron aka? To'ppa-to'g'ri. Bunimiz narxi qancha? 400 ming. 400 ming. Gap bo'lishi mumkin emas. Bunimiz narxi 400 ming do'stlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati mutlaqo bepul. Ekrandagi Telegram gruppamizga o'tib, bemalol buyog'idan ko'rib, anaqa qilsalaringiz bo'ladi. Bunimiz narxi qancha? Bir xil narxi 400 ming ham. Gap bo'lishi mumkin emas. Bizni negativlarimiz kuchayib ketyapti. Yuzimizga qarab juda zo'r gaplar aytyapti. Eshitilib qolgan bo'lsa uzr, eshitilmay qolgan bo'lsa xursandmiz. To'g'rimi Kamron aka? To'ppa-to'g'ri. Hisob. Bunimiz qancha dedingiz? 400 ming. Bu do'stlar 400 ming so'm, bu ham 400 ming so'm. Bunimiz qancha? 450 ming. 450 ming so'm. Razmerlari buni nechidan nechigacha bor? 43, 44, 45. 43, 44, 45. Bunikichi? Bundan 41, 43, 44. Qoyil. Bunikichi? Bundan 44. 44 bor do'stlar. Bu modelimiz endi do'stlar hamma bilgan, yoshligidan ko'rgan modellarimizdan biri. Naturalniy koja bo'ladi va tagi rezina, umuman o'lmaydigan deyapti odamlar. Haqiqatda o'zi shunaqami, yo'qmi do'stlar? Ustiga kiyib olgan, nima deydi ustimga kiyib olgan narsani aka? Jins kostyum. Jins kostyum qanday turibdi do'stlar? Zo'rmi? Lekin gap bo'lishi mumkin emas, narxini oxirida aytib o'taman. Bunimiz narxi qancha aka? 400 ming. 400 ming so'm. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati mutlaqo bepul. Bunimizchi? 400 ming. 400 ming so'm. Razmerlari nechidan nechigacha bor? 41, 44, 45, 46. 41, 44, 45, 46. Bunimiz kichik aka? 41, 42.
41-42 bor. Buni ham narxi 450 ming so'm. Buni modelimizni ham narxi 450 ming so'm do'stlar. Evet. Razmerlar nechidan nechigacha bor aka? Tak, 41, 43, 44. 41, 43, 44 gap bo'lishi mumkin emas. Bunimiz kichik aka. Narxi qancha? 250 ming. 250 ming so'm butun O'zbekiston bo'ylab 45 dastavka qolgan. xizmati bepul. Nechta qolgan? 45 qolgan. 45 qolgan. Oyog'i kattalar uchun 250 ming so'mga dastavkasi ichida do'stlar olib olish kerak, bosib olish kerak, lekin konkretni bori. Do'stlar, lekin 250 mingga bor-ku, mana shu modelimiz 45-razmer, oyog'ingiz bor, lapatkadan ham katta bo'lsa to'g'ri keladi deyishyapti. Dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab bepul. To'g'rimi aka? To'ppa-to'g'ri. Bunimiz narxi qancha aka bu modelimizni? 250 ming. Bu ham 250 ming. Bu ham 250. Razmerlar nechidan nechigacha? 40 bilan 43 qolgan. 40 bilan 43 qolgan do'stlar. Bunimizchi? Bundan 43 yo 44 qolgan. 43 bilan 44 bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Bunimizchi? Bunisi 350 ming. 350 ming. Razmerlari? Bundan 42, 43, 44 qolgan. 42, 43, 44 gap bo'lishi mumkin emas. Bunimizchi? Bu ham 250 ming. Voy, bu qoyili. Do'stlar, mana oyoq kiyimlar, dada-hojalar qoyil. Razmerlar nechidan nechigacha? Bundan 43, 44 qolgan. 43, 44 do'stlar. Oyog'i kattalarga razmer topish qiyin aslida bu yerda, lekin do'stlar, ham razmer topish oson, ham narxi ham lekin qoyil. Temboli dastavkasi bepul. Bunimiz qancha aka? Ular 300 mingdan. 300 ming so'm butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bepul. Razmerlari nechidan nechigacha bor? Bundan 42, 43, 44. 42, 43, 44. 45 ham bo'lishi kerak. 45 ham bor. Bunimizchi? Bundan bitta qolgan, 44 qolgan. Narxi? Narxi 300 ming. Narxi 300 ming, dastavkasi bepul do'stlar. Bunimizchi? Ular O'sha trenddagi 270 modeli, ming. o'sha trenddagi modellar do'stlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati mavjud. Yopig'i ham bor. Razmerlar nechidan nechigacha edi? Bundan 40 qolgan. Faqat 40 qolgan. Bo'ldi. Setkalisini ham hozir ko'rsatamiz do'stlar. 1 minut. Bu modelimizchi aka, o'sha trendda bo'lgan modellarimiz. Bu ham 300 ming. 300 ming so'm. Narx razmeri 40, 42, 43, 44, 45. voy, 300 ming so'mga do'stlar. Вообще suv tekin narx-ku do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Telegram gruppamizga o'tib, shunday batafsil bundan tashqari mana shuncha assortimentimiz bor. Polni kepka, ochki, ishton, jins shim, tapchka, sportivniy kostyum hammasini assortimentini cho'tki bitta krasavchik bola, ya'ni men ustimga kiyib ko'rsatganman do'stlar. Xudo xohlasa har kuni kundan kunga obnovleniya bo'lib, mana shunday cho'tki qilib operatorimiz zo'r qilib olib boradi. Ijtimoiy tarmoqlarimizni, mobilografimiz shundan kelib chiqqan holda obuna bo'lib, butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bepul bemalol zakaz qilaverasizlar. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Keyin aka, bunimizni narxi qancha? Bunisi 250 ming. 250 ming, dastavkasi bepul. Bepul. Qoyil. Bunimiz-chi? Bunda hamma razmeri bor. Ular 270 ming. 270 mingga aka hamma razmer deyapsiz. Nechidan nechigacha bor? 40 dan 44 gacha. 40 dan 44 gacha gap bo'lishi mumkin emas. Aka, bu modelimiz nechidan nechigacha razmeri bor? Bundan 43 qolgan. 43 qolgan. Lekin zo'r ekan, bori gap bo'lishi mumkin emas. Bunimiz qancha? Ular 400 mingdan. Voy, 400 ming so'm do'stlar. Naturalniy zamsh bo'ladi. O'sha hamma yaxshi ko'rib sevgan modellardan biri. Oyoqda ham lekin cho'tki turadi. Shaxsan o'zim buni kiyib, netib, sifatlarini tekshirganman. Yolg'on emas, to'g'risi. Xullas, bundan necha razmerlarimiz qolgan aka? 40, 41, 43, 44 qolgan. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bepul do'stlar. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Kamron akam qo'ymadi. Bo'lsa bo'lsin, o'zimizning xalqimizga bo'lsin deb, mana shu yerdagi polni skidishli modellarimiz, razmerini ham ayting aka, narxini ham вообще cho'tki qilib tashlang aka. Bo'ldi. Qanchadan bunimiz aka? Ular 150 mingdan. 150 mingdan. 150. Yo'q, qoyil, gap bo'lishi mumkin emas. Razmerlar nechidan nechigacha? Razmeri bitta qolgan. 43 mi, 44. Ya qoyili. Bunimiz qancha Bu aka? ham 150 ming. 150 ming. 42 qolgan. Faqat 42 qolgan do'stlar. Bu do'stlar bitta ikkita razmer qolganligi uchun shunaqa aksiya narxda berilyapti, lekin sifati gap bo'lishi mumkin emas. To'g'ri ma'noda, ya'ni narxiga yarasha. Bunimiz narxi qancha aka? Bu ham 150 ming. 150 ming so'm. Bunimiz narxi qancha? Yo, keyin ichaman. Bu ham 150 ming. 150 ming so'm. Razmerlari 41 qolgan. 41, 42 qolgan. gap bo'lishi mumkin emas. 41, 42si. Bunimiz narxi qancha aka? Bu ham 150 ming. 150 ming. Gap bo'lishi mumkin emas. Narxlar shunchalik darajada qoyil. Bunimiz narxi qancha aka? Bunisi 200 ming. Bunisi 200 ming so'm. Bunimizchi? Bu ham 200 ming. 200 ming so'm. Bunimiz Bu ham 200 ming. 200 ming. Bunimizchi? Bu ham 200 ming. Bu Bu 150 ming. 150 ming so'm. Qo'y. Sal pastga tushar ekansiz, lekin bu naturalniy koja do'stlar. Bunimizchi?
200 ming. 200 ming so'm. Bunimizchi? Bu ham 200 ming. 200 ming so'm. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz mutlaqo bepul do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Bunimizni material konkretno naturalniy zamsh bo'ladi. O'zlaringiz bilasizlar, nima qaysi inson dikiligini yozib qo'yibdi. LL ekan. To'g'rimi aka? Razmer nechidan nechigacha bor? Bundan 43 qolgan. Xullas pastdagi modellarni cho'tki qilib, videoni keyingisida tushuntirib, cho'tki qilib tanishtirib o'tamiz. Bundan tashqari shuncha kiyim, oyoq kiyim, kepkalarimiz mavjud. Videodagi, ekrandagi Telegram gruppamizga o'tib, batafsil narx-navolar bilan tanishishingiz mumkin. Eslatib o'taman, bitta tovar zakaz qilasizmi, 10 ta tovar zakaz qilasizmi? Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz mutlaq bepul. BTS dan pochtadan pochtagacha chiqarib olamiz. Rahmat.